Her qandaq o'ruqlab g'alba qila olgan odamlarning hammasi tuvandagi 5 xil turmush odatini o'zida yetildirgan. Men 85 kilodan 71 kilo o'tish bo'ldim. 4 yil bo'ldi eg'irliqim fantam bo'lib baqmadi. Nurg'un o'quvchilarni o'ruqlib bo'ldim. Men do'stlar jamligimdan birdan ko'rib baqsangiz bu do'st sonini o'zim uqmayman. Yaqinda o'ruqlash to'g'riliq bakchiq narsalar va so'z cho'chaklar va mahsulotlar va kallangiz ermash ilishib ketdingiz-ku. Mush bir film sizga yetidi. Kunni ko'ring bir tal yurak berib saqlaydi va ezib ketib qolmang bulamdi. Birinchisi, o'ruqlashning haqiqiy mohiyati yanilam o'zingizga qanchalik miqdorda tamoq yeyish bilan qanday yemekliklarni yeyishni bilib olish. Buningdan boshqa har qanday usul ortiqcha 16 qo'shilgan 8, 5 qo'shilgan 2 va yoki biror mahsulot yeyish, qahva ichish, nurg'un narsalar chiqib ketibdi-ku. Hammasi ortiqcha. Siz o'ylab beqing. May mahsulotlar chiqayotganda yaqinqi necha yilda chiqyotdi tigi. Ammo o'ruqlayotganlar 100 yilning oldidan o'ruqlab baqqanlar bor. U chaqda yo'q deymish narsalar shu chaqdagi odamlar o'ruqlagan. Nemishqa siz o'zingizning bir kunda qanchalik miqdorda tamoq yeydiganini bilib olishingiz kerak. Siz shuningdan chiqidingizmi? Samrib mangsiz. Shunda azroq yedingizmi? O'ruqlab mangsiz. Siz mush og'izni boshqarmay tamoqni to'g'ri yemay turib, boshqa xil usullar bilan oddiyroq bir o'ruqlab g'alb qilmada ham xiyol qilmang, bir umr ham xiyolda o'tib ketmang. Bulamdi. Harakat qilish degan u badanni texnik go'zal qiladi. Muskullaringiz go'zal bo'ladi. Ammo siz yana tamoqni kontrol qilmasangiz, sizningki u go'zal muskularingizning teshida yana bir qat may to'silib turaveradi. Harakat bilan o'ruqlash bevosita munosabatli emas. Bu faqat qilsangiz texnik yaxshi bir ish. Qilmasangizmi tamoqni to'g'ri yesangiz, siz kuniga 24 soat yatsangizmi, yana o'ruqlay olasiz. Ikkinchisi, nima yesam o'ruqlaydiganman deganga zehningizni endi isrof qilmang. O'ruqlashda har qanday narsani yesangiz bo'ladi. Bu dunyoda yegili bo'lgan narsaningki asosiy o'rni, ma'nosi nima bo'lsa shu sizga ozuqliq ato qilish. Buning hamma narsaning roli bor. Siz o'ruqlashda hozirlik chavmifin, lag'manlarni yemanglar deydi-ku. Siz uni bir ish qo'shib yeganga samirib ketmaysiz. Siz faqat yeydigan narsani qanchalik miqdorda yeyishni bilib olsangiz ham bo'ldi. To'qining mayda go'shini sudib pishirib, qo'noq xo'ngshuni yesam o'ruqlayman deb o'ylab qolmang. Siz uni bir vaqt tamoq yana jixyab olsangiz yana o'xshash samirib ketaversiz. Nima yesangiz bu deyverdi o'ruqlashda, ammo miqdorni qanchalik miqdorda yeyishni bilib olish kerak. Mohiyatini shu turlarga ayirishni bilib olish kerak yedigan narsa. Gapim tushunish bo'ldimi? Uchinchisi, oshqasamlam tamoq nadidan ziyoda farz tutib oz yesamni o'ruqlayman deb qolmang. Bo'ying boshi bo'lib siz qirang. Bu qo'saq sal oshroq turganga, andan keyin shu yemeklikni tamoq sal ozroq yeganga o'ruqlaydi degan gap birnim yemang, ochliq e'lon qiling, farz tuting tamoqdan degan gap emas. Agar siz o'zingizning badaniga kerakli shu ozuqni bermasangiz, bek oz berib olsangiz badanni qiynagan bo'lasiz. Bizning bir vaqt tamoqimizda cho'qim sayko'ktatlar bo'lish kerak, may bo'lish kerak, asos oshliq mesela un, guruch deganlar bo'lish kerak. Go'sht bo'lish kerak. Buning hammasi bo'lish kerak. Faqat siz shularni qanchalik miqdorda o'ralashtirishni bilib olsangiz ham bo'ldi. Qarg'ularcha oz yemang, bir hafta 2 haftadan bardosh beraman, yana bo'ying bosh bo'lib chiqib samirib ketsangiz, ay Allah odat mazgildan chatoq chiqdi, chosh chiqdi, qurg'oqlashdi, terlar badanni azoblashdan bo'lib qoladi. Yetarlik ozuqni berib turib o'ruqlig'i bo'ladi, xotirjam bo'ling. 4-chi, o'ruqlab g'alba qilganlarning yana bir asosi izchillikda. Siz 3 kun, 5 kun tirishchanlik ko'rsatib, necha yil samaga eg'irliqimni tushiritaman deb ham xiyol qilmang. Ham xiyolda o'tib ketmaydi do'stlar. Shu bir umr o'ruqsam bu deb ham xiyol qilib o'tadiganlar. Izchillik bo'lish kerak. Kunda bakchon tirishchanlik ko'rsatishingizning odati yo'q. Siz faqat azroq yaxshi odatdan birini yetildirib, kunda savrchanlik bilan izchillikni saqlab bir 3 oy atrofida davom ettirsangiz, onangdagi maqsadingizga yeta olasiz. Tez suratda o'ruqlab olsam bo'ldi deb ham xiyol qilmang amdijimo. Siz o'zingiz sinab boqdingizmi, ishni necha yil bo'ldi sizga natijasi chiqdimi? 5-si, o'ruqlashda yana bir muhim bo'lgan narsa, shu nachar illatlarimizni tashlash. Ig'iz qitsili birdam gap baqadigan, kechalari vaymaylan chaqirib gap baqadigan, bak tuzliq, bak mayliq, tetiganlar narsa bo'lsa to'xtamay yeydigan odatlaringizni tashlang. Oqshomlari sal bolduroq uxlang. Harakat qilib bering. Ancha-muncha odam bo'lganki harakat qilaylik. Odamniki badallari bor-ku, harakat qilish uchun laylangan bo'ladi. Siz harakat qilmay yetib olsangiz, kompyuterning oldida telefon qarab, derishining oldida soat yetib olsangiz, odam emas deymiz ishni. Odamning badani shu harakat qilish uchun laylangan bo'ladi. Siz mush nachar illatlaringizni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'ra oladigan nachar illatlaringizni bir tashlang. Sog'lomroq bo'ling, bu o'zingizga yaxshi. Mushu 5 odatni yetildirib mangsangiz, o'ruqlayamsangiz meni izlamay o'zimni shaploqlayman. Gapim tushunish bo'lmaydi.
bir g'ayratli o'taylik.